orgazm. Ya'ni jinsiy hayotdagi lazzatlining yo'qligi, oddiy tilda aytganda. Shu shikoyat bilan keladigan ayollar ko'p bo'lgani uchun shu temani olib chiqishga qaror qildim. 10 yil hayot qurdim, 3 bola tug'dim. Menda hamma ayollarda bo'ladigan o'sha orgazmni men bilmayman deydi. Dugonasi bor, opa-singlisi bor, ayollar ham bir-biri bilan gaplashadi. Dugonasi aytadi: "Voy, menda zo'r, bunaqa, nasreniyam zo'r" deydi. Qarab o'tiradi, hayron qoladi. "Voy, menda unaqa narsa yo'q, 3 bola tug'dim, hali orgazm nimaligini bilganim yo'q." Keyin o'rtoqlari unga aytadi: "Ering bilmasin" deydi. "Ering bilsa boshqa xotin oladi" deydi. Erkak kishi shu ayolini lazzat olishidan, ya'ni o'sha возбуждение bo'ladi. Bu ayollar nima qiladi? Народный artistka bo'ladi. His qilmagan narsasini eri ketib qolmasligi uchun, boshqasiga qaramasligi uchun o'zida shuni ko'rsatadi. Nima sababdan bir xil ayollarda orgazm bo'lmaydi? Ikkita asosiy sababi bor ekan. Birinchisi psixogen faktor. Depressiyaga tushadigan ayollar, vahima kasali bor, xo'jayini bilan отношенияsi yaxshi emas. Shu ayollarda o'sha orgazm bo'lmas ekan. Va ikkinchi bu sabablari gormonal buzilishlar. O'sha ayollar gormoni estrogen bor, o'sha estrogen yetishmasligi natijasida. Undan tashqari bizani bo'qoq kasalimiz bor, ya'ni o'sha gipotireoz deymiz. Shunda ham orgazm bo'lmasligi mumkin ekan. Qandli diabetda, semizlik, bosh miyadagi o'sha o'zgarishlar natijasida ham orgazmni his qilmas ekan ayollar. Meni maslahatim, nima sababdan shunaqa bo'lyapman deb shu mutaxassisga kelish kerak deb o'ylayman. Bu orgazm bo'lmasligi ham bu sog'liqqa ta'sir qiladi. Uzoq umr ko'rishiga, gormonal fonini yaxshilashiga, ko'p gormonlarni o'sha muvozanatini ushlab turadigan holat hisoblanadi va bundan hech qachon uyalish kerak emas.